Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Marhamat, doimgidek bugungi she'rimni o'qib beraman-da va shundan so'ng izohlayman. Sarlavhasi: hayotimda bor 4 ta ayol. Birodar, yaxshi gumonda bo'ling. Marhamat, she'rni boshlayapman. Hayotimda bor 4 ta ayol. Har biri o'z o'rniga ega. To'xtang, shoshmang, bermangiz savol. Barchasini bir bayon etay. Biri onam, ko'z ochib ko'rgan. 9 oy vujudda ko'tarib, bu yorug' dunyoga keltirgan, o'stirgan, oq yuvib, oqtarib. Yana biri opam, jigarim, men uchun qayg'urib, kuyguvchi, foydali har aytgan so'zlari, beminnat, dono o'qituvchim. Uchinchisi esa ayolim, shirin farzandim, mehriboni, ish, o'qishda maslahatgo'yim, doimo sog' bo'lsin tan joni. To'rtinchisi qizim Vazira. Ishdan qaytsam charchoq davosi, energiya olaman qarab, ko'zimning oqiyu qarosi. Alisher hayoti shunaqa. Ayollar ichida izzatda, yar bo'lsa yetinglar qadriga, ularning bori bir davlatda. Shu bilan she'rimiz nihoyasiga yetdi. Endi bu yerda qanday savol bo'lishi mumkin? 4 ayol, demak tushunib oldikki, demak onam, opamlar, ayolim va qizim. Xo'p, onamga ta'rifga til ojiz, bilasizlar, onalar muqaddas. Tushunarli deb o'ylayman. Opamni esa o'qituvchim deyapman, chunki opajon sizga rahmat deb qolaman. Opam, Feruza opam meni o'qituvchim deyman, chunki avvalo menga ingliz tilini o'rgatgan boshida, keyin koreys tilini o'qitgan va hayotda o'rgatgan ko'p narsalarni, Koreyada ancha qo'llab-quvvatlagan meni. Va keyingisi ayolim, maslahatgo'yim deyapman, to'g'ri, chunki ishda, o'qishda maslahat berib turadi, maslahatlashamiz, hamfikrmiz. To'rtinchisi qizim Vazira. Ta'riflashga til ojiz bu qizga ham. Energiya. Qisqasi shu edi. Rahmat kattagan. Salomat bo'linglar.